Voy, nimalar qilib tashyapti? Bu shtraf timmi kelyapti. Ey, sen qiz, nimalar qilib tashyapsan? Hamma yo'lga shtrafga tushib, ishxonamga tez kelgan. Nima qildimmi? Bo'ldi, hozir boraman. Kutib turing. Voy, mana shtraflarni ko'ryapsanmi? Bu kameralar seni rasmga olish uchun emas, bu mashinaga shtraf keladi. Xo'p, aka, baqirmang, hozir tushuntiraman. Mashina olib bering deding, mashina olib berdim. Tonirovka ruxsatnoma olib bering deding, tonirovka ruxsatnoma olib berdim. Endi bo'ldi, bu shtraflarga tushish kerak emas. Tonirovka ruxsatnomangni kuni kelib qoldi. Aka, oson rassrochka bor-ku, oson rassrochka to'lab beradi. Hamma shtrafimmi? Nima qilib beradi o'sha oson rassrochka? Menga aytgan. Aka, mashina nimaki jarimasi bo'ladigan bo'lsa, hammasini boshlang'ich to'lovsiz yozib berishadi. Dash tonirovka ruxsatnomasini ham olib berishadi, boshlang'ich to'lovsiz. Mipga chiqib ketgan bo'lsa, miplarni ham yozib berishadi. O'shaning uchun men bemalol yuraman. Hammasi boshlang'ich to'lovsizmi? Ha? Maishiy texnikalarni ham boshlang'ich to'lovsiz bo'lib olsangiz bo'ladi. 6 oydan 12 oygacha to'lab yuraverasiz. Rasmiy ish joyi ham shart emas. Yuring aka, sizning nomingizga 5 minut rasmiylashtiramiz. Ha, yoqibdi-yu.